Birinchi kelganingizda qanaqa hissiyotli bo'ldi? Qo'rqdingizmi yoki ishondingizmi? Full face muolajasini videolarda ko'rganman. Qo'rquv bo'ldi. Niyat bor edi qilish. Shu kuch to'plab keldik. Kutganingizga yarasha natija bo'lganmi? Kutganimdan ham a'lo bo'ldi desam bo'ladi. Juda ham yuzimda osilishlar ko'payib ketuvdi. Charchagan holatga kelib qolgan edim. Yordam berdilar menga shularni yengib o'tishga. Sadoqat opam o'zi ishlashlari qanaqa ekan? Juda ham professional darajada. Aytadi-yu, yuragiga jiz bo'lmagan, o'shaning uchun Sadoqat opamni ko'rib ishlarini tanlab keldim. Bitta kosmetologga borgan edim, labimga filler qildirishga, lekin natijasi o'sha bir haftada ham sezilmadi. Sadoqat opani boshqa kosmetologlardan qanaqa farqlari bor? Odamda baribir qo'rquv bo'ladi, chunki baribir ukol, nina ko'rganingizdan keyin. Lekin Sadoqat opamga so'raganimda, yo'q, xavotir olmang, og'riq bo'lmaydi dedilar va juda ham ishonchli bo'ldi. O'zlari ham bilintirmadilar umuman og'riqlarni. Juda ham uverенный bo'lib ishladilar. Ulardagi uverенностьni ko'rib, meni ham ishonchim yana ham oshdi. Boshqa ayol qizlarga tavsiya qila olasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Boshqa ayol qizlarimiz ham kelsin. Aynan Sadoqat opamning oldilariga juda ham katta natijani ko'rib ketishadi, xursand bo'lib ketishadi.